Shu uyni olishlaring uchun 3 ta sabab. Lokatsiya, narx, sifat. Do'stlar, Sergeli metro yonginasida joylashgan Yangihayot tumani. Shundoqqina oq binoni narigi tomonida Sergeli metro joylashgan. Shunaqangi chinam muhitda joylashgan zo'r uyimiz chiqqan. 7 qavatli novostroyka g'ishtli binoni 6-qavatda joylashgan. 2 xona 43 kvadrat metrga ega bo'lgan xonadon. Xonadonni avtoparkovkasi, maktabi, bolalar o'ynash maydonchasi hamda mini poliyasiga ega. Do'stlar, videoda o'tkazib o'rmanglar, uyda olib chiqib ko'rsatamiz. Uyga ham kirib oldik azizlar. Kirganimizda shunaqangi keng, yorug' hol bizni kutib olyapti. Dekorativ devorlar, qandillar o'ziga yarasha chiroyli vid berib turibdi. Yonginasida esa umumiy sanuzel qismi, ya'ni hojatxona va hammomi to'liq kafel qilingan stiralniy mashinalari ham bor. Buni yonida o'zini oshxona qismi, kuxniy mebellari, plita, xolodilnik, tashqariga qaragan oynalar ham bor. Oyoqtaxtalarimiz bundan tashqari to'liq parket qilingan. Xo'p, koridor bo'ylab biza zal qismi keng, katta, yorug', o'ziga yarasha qandillar, konditsioner, hamma xonada eng yaxshisi tashqariga qaragan oynalari mavjud. Televizor, shunaqangi yumshoq mebellari. Xo'p, uchinchisi xonamiz, ya'ni so'nggi xonasi. Yotoqxona qismi, ya'ni kattalar uchun yotoqxona. Keng, yorug', o'zini shunaqangi tashqariga qaragan balkonlari ham bor, kengini. Balkondan qaraganingizda shunaqangi chiroyli muhit, bolalar o'ynash maydonchasi, mini poliya, maktab ko'rinib turadi. Azizlar, uyimizni qisqacha obzor qildik. Uyimiz kimga yoqadigan bo'lsa, albatta like bosib, bizni kuzatishda davom etinglar. Narxga keladigan bo'lsak, narxini uy egalari tomonidan 61500 yana kelisalaring joyi bor deyapti. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqinglar, kelisalaring bo'ladi. Yaqinlarga videoni tashlab qo'yishni unutmanglar.